Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah valiyih ve salatu ala nabiyyih ve ala alihi ve ashabihi amma ba'd. Muhtaram azizlar, biz aqida tahawiyyaning sharhi, ya'ni ham asr bo'lgan salafiylar bilan Maturidi Ash'ariylar o'rtasidagi farqni bayon qilib o'tayotgan edik. Shunda va ma antanawil shuruhi tahawiyya min al-mutakallimin li kalam at-tahawiyya degan gapga yetib keldik. Ammo Tahawiyning sharhlovchi Ash'ari va Maturidiylar Imom Tahawiyning kalomini qanday olganligi haqida bayon qilamiz inshaalloh. Biz avvalgi darsimizda salafiylarni va Ash'ari Maturidiylardan ham bir ulush aytib o'tgan edik. فلم يخرج شراح الطحاوية من المتكلمين عما أقره جمهور المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية في إثبات صفات الحياة له تعالى كصفة من صفات المعاني. İmam Tahawiyning sharhlovchi kishilari, ya'ni Ash'ari va Maturidiylardan iborat mutakallimlar, jumhur ulamolar iqror bo'lgan Ash'ari va Maturidiylardan iborat jumhur ulamolar ittifoq bo'lgan, qaror qilgan narsadan chiqib ketmadilar. Allohning hayot sifatini isbot qilishlikda ular boshqa joyga chiqib ketmadilar. Ya'ni Imom Tahawiyning so'zida turdilar. Ka sifati min sifatil maani, Allohning ma'nolar sifatlaridan bo'lgan bir sifatiga o'xshash. Ya'ni Allohning salbiy sifati, ma'noviy sifati deb biz yuqorida aytib o'tgan edik. Mana shu sifatlardan chiqib ketmadilar. Val islalu alayhi bi subutil ilmi wal qudrati wal irodati va tafriqatu baynaha va bayna hayotina. Va ular ilm, Allohning ilm sifatini sobit ekanligiga dalil keltirdilar hayot sifati bilan. Alloh tirik ekanmi? Alloh ilmli zot bo'ladi, qudratli zot bo'ladi, irodalik zot bo'ladi deb shundan yuqoriga chiqib ketmadilar. Va tafriqatu baynaha va bayna hayotina va bizning hayotimiz bilan Allohning hayot sifatini o'rtasini ajratishi bilan ham dalil keltirdilar. Ya'ni biz mutlaq tirikligimiz Allohning tirikligiga o'xshamaydi. Alloh taolo o'z zoti bilan tirik, biz ruhimiz bilan tirik. Qala al-G'unaymi ta'liqan ala qawli Tahawi. Imom G'unaymi, ya'ni Hanafi ulamolardan bo'lgan kishi Imom Tahawiyning gapiga ta'liq yozdilarda hayyul la yamut degan edilar. Imom Tahawi Alloh o'lmas, o'lmaydigan tirik zotdir deganda hayyun ay mavsufun bi sifatil hayati va hiya sifatun azaliyatun qoimatun bi zotihi ta'ala. Ya'ni dedilar, hay Alloh tirikdir, ya'ni hayot sifati bilan sifatlangandir. Va u hayot sifati azalidir, o'z zotida qoyimdir. La tatallaqu bi shay'in, biron bir narsaga ta'alluq topmaydi u. Allohning zoti sifati bo'lgandan keyin Allohning hayot sifati, ya'ni tiriklik, Allohning tirikligi hech narsaga ta'alluq topmaydi. Va hiya shartun aqliyun li so'iri sifati. U boshqa sifatlar uchun aqliy shartdir dedi. Ya'ni aql jihatdan ham o'ylab ko'rsa, Alloh tirik bo'lsagina Alloh qodir bo'la oladi, ilmli bo'la oladi va irodalik bo'la oladi dedi. Kama annal vujuda shartun laha, xuddiki Allohning bor bo'lib turishligi hayot sifatiga, ya'ni tirik sifatiga shart bo'lgani kabi. Biz misol inson dunyodan vafot etadi, tuproqqa ko'miladi, chirib ketadi. Sifati ham qolmaydi. Allohning borliq sifati doimiy tirik ekanligiga bog'liq dedi. Doimiy tirikmikan? U zot doimiy bor ekanligi bizga mavjud bo'ladi. Va kama anna hayatahu azaliyatun fahiyal abadiyatun. Va xuddiki Allohning hayoti azaliymikan? Oldindan Alloh bormikan? Fahiya abadiyatun, u keyin ham Alloh o'zi qoladi. Kama nassa alayha bi qawlihi la yamut. Unga Imom Tahaviy rahmatullohi dalil keltirgani kabiki Alloh o'lmaydi deb. Alloh umuman o'lmaydi. Ay abadan, abadiy o'lmaydi Alloh. İz man sabata qidamuhu istihala adamuhu. Chunki kimniki qadim zot ekanligi sobit bo'lsa, uni yo'q bo'lishligi mahol bo'ladi. Qadimdan bo'ldimi, o'sha qadimday qolaveradi. Allohning kelajagi ham shunday bo'ladi. Va qala Shayx Zoda naqlan an sharh al-mawaqif lil-Jurjani,
Shayxzoda Jurjoniyning Sharh al-Muwaqifidan ko'chirib keldilarda, al-maqsadur robi fi annahu ta'ala hayyun. 4-maqsad Alloh taolo tirik zot deb ko'chirib keldilarda, hada mattafaq alayhi kullu min ahli al-milal va g'ayrihim. Allohning hayot sifatiga hamma millat ahli ittifoq kelishgan va boshqalar ham ittifoq kelishgan. Hattoki nasorolar ham Allohni o'lmaydigan zot deydi, yahudiylar ham Allohni o'lmaydigan zot deydi. Lannahu alimun qodirun, chunki Alloh taolo olimdir, qodir, qudrati bordir. Va kullu alimin qodirun fa huwa hayyun bid-darurati. Har bir olim bo'lgan zot, ya'ni ilmi bor zot qodirdir har bir narsaga. U zaruratan o'zi tirik bo'ladi. Tirikligidan Alloh taolo qodir bo'ladi har bir narsaga. Lakin ixtalafu fi ma'na hayatihi. Lekin Allohning hayot ma'nosida ixtilof qilishdilar. Lannaha fi haqqina imma itidadul mizaji an-naw'i aw quwwat al-hissi wal harakati. Chunki u, ya'ni hayot sifati bizning haqimizda yo navlik mizojimizni, tabiatni mo'tadilligi bo'ladi yoki hisning quvvati va harakatning quvvati bo'ladi. Ya'ni odam harakatlanib bir narsani his qilib tursa yoki tabiati mo'tadil bo'lsa, shuni tushunadi deyildi. Kama yashru bihi kalamul muhassil. Muhassilning kalomi shunga dalolat qilgani kabi deb muhassil rahmatullohni aytib o'tdilar. Va imma yoki dedi, quvvatan tattabi'u zalikal i'tidal ala maqtarahu Ibn Sino kama marra. Yoki bir quvvatga aytiladiki, mana shu mo'tadillikka tobi bo'ladigan. Ala maqtarahu Ibn Sino yuqorida aytib o'tilgani kabi mana shu mo'tadillikka tobi bo'ladi dedi. Yo mo'tadillikni o'zi bo'ladi, ya'ni tabiat mo'tadilligi, yoki mo'tadilga tobi bo'ladi. Wala tatasawwaru al-hayatu bi shay'in min hadhihi al-ma'ani fi haqqihi ta'ala. Va hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi biron bir narsa bilan, mana shu ma'nolardan Allohning haqida biron bir narsa bilan tasavvur qilib bo'lmaydi. Ya'ni Alloh hech qachon tabiati mo'tadil ham emas, hissi quvvatli ham emas va harakati ham quvvatli emas. Alloh taolaga bu narsalar ishlatilmaydi. Insonning harakati bor, hissi bor yoki nav'i tabiati mo'tadilmi, u tirik deyiladi. Alloh unday emas. Va iza qala al-jumhur min ashabina va min al-mu'tazilati innaha sifatun tujibu sifatal ilmi wal qudrati. Va shuning uchun bizning ashoblarimizdan bir jumhur ulamolar aytdilar va mu'tazillardan ham bir qismi aytdi. Innaha sifatun, u bir sifatki Allohning hayot sifati, tujibu sifatal ilmi wal qudra. Allohning ilmi bor ekanligi, sahihligi va qudrati to'la ekanligini vojib qiladi. Alloh taolo hayotmikan, tirikmikan? Modomiki tirik bo'ladigan bo'lsa, Allohning ilm, ya'ni Alloh har bir narsani bilib turuvchi zot ekanligi va Allohning qodir zot ekanligini talab qiladi. Vojib qiladi. Va fi ta'dilil ulum, ta'dilil ulum degan kitobda keltirdiki, innaha sifatun azaliyatun yalzamuha al-ilm wal qudratu. Limtina'i sifatil mazkurati biduniha. U bir hayot sifati, Allohning hayot sifati, tiriklik sifati, azaliy sifatdir. Alloh azaldan tirikdir. Unga ilm lozim tutadi. Allohning ilmi ham bo'lgan va qudrati ham bo'lgan Allohning. Bundan o'zga mazkur sifatlar man qilinganligi uchun, ya'ni mana shu sifatlargina Alloh taoloda bor bo'lib turishligi uchun Allohning ilm va qudrat sifatini o'z ichiga oladi, hayot sifati. Va zakara al-Ghaznavi ad-dalila ala sifatil hayati va huwa qawlu ta'ala. Ghaznavi esa Allohning tirik zot ekanining sifatiga dalil keltirdi. Allohning so'zini, astagfirullah, Allohullazi ja'ala lakumul arda qararan was-samaa bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat tayyibat. Zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uuhu mukhlisina lahud-din. Alhamdulillahi robbil alamin. G'ofir surasining 64-65 oyatlarda Alloh taolo marhamat qiladiki, Allohullazi ja'ala lakumul ard. Alloh sizlarga yerni qaror qilib berdi. Qaror topadigan o'rin qilib berdi. Yer agar siltanadigan bo'lsa, yer ustidan otib yuboradigan bo'lsa, qanday yashardik? Yasholmasdik.
Alloh bizga yerni qarorgoh qilib berdi. Tinch, osoyishta qilib berdi yerni. Xohlasak og'daramiz, xohlasak narsa ekamiz, xohlasak uy quramiz ustiga. Yer dod deb yubormaydi. Vastamaa binaan va osmonni Alloh taolo bino qildi. Ya'ni ustunsiz Alloh taolo osmonni ko'tarib qo'ydi. Va sawwarakum fa ahsana suwarakum va sizlarga Alloh taolo suratni berdi, inson suratini berdi. Va sizlarning suratlaringizni chiroyli qildi. Dunyoda qaramang qaysi mahluqotlarga inson eng chiroyli suratda. Insonni Alloh taolo chiroyli suratda yaratdi. Va razaqakum minat tayyibat sizlarni xushbo'y narsalardan rizqlantirdi. Xususan odamlar eng yaxshi bo'lishligi xushbo'y narsalardan Alloh rizqlantirdi. Habis, iflos narsalardan emas. Misol cho'chqa iflos deyiladi. Et kuchuk iflos deyiladi. Ularni Alloh bizga harom qilib berdi. Barcha haromlardan Alloh bizni haromligini bildirdi va halol narsalarga buyurdi Alloh. Zalikumullohu robbukum. Mana bu sizlarga bunday bo'lishiga Alloh sizlarning Robbilaringizdir. Alloh sizlarni butun koinotni boshqarib turuvchi zot ekanligidir. Fatabarakallohu robbul alamin. Alloh olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh muboraklik zotdir. Alloh eng muboraklik va eng pok zotdir. Huval hayyu la ilaha illahu. U zot tirikdir. Mana bizga eng kerakli joy Alloh tirikdir deyapti. La ilaha illahu, Allohdan boshqa o'zga iloh yo'q. Odamlar Allohni qo'yib boshqalarga ibodat qilishlik bilan mashg'ul bo'lib ketdi. Qalbda agar Allohga nisbatan yaxshi ibodat bo'lmasa boshqaga qarab o'zgarib ketadi. Agar Allohga nisbatan yaxshi ibodat qilish bo'lsa boshqalardan yuz o'giradi Alloh. Boshqalarga ibodat qilishdan. Fad'uhu mukhlisina lahuddin. Allohga duo qilinglar. Qanday desa, xolis bo'lgan holatda. U zotga dinni xolis qiluvchi holatda duo qilinglar, ya'ni ibodat qilinglar. Alloh yolg'iz o'zigagina ixlos bilan ibodat qilishlikka buyurdi. Alhamdulillahi robbil alamin, olamlarning Robbisi bo'lgan Allohga hamd sanolar bo'lsin deb Alloh taolo oyatni 65-oyatni tugatdi. Summa alaq alayhi bi qawlihi. Keyin G'aznaviy aytadiki, o'zining gapiniga ta'liq yozib, fil ayatil ula, avvalgi oyatda Alloh allazi ja'alakumul ardoda dalailu min haysul aqlu was sam'u ala hayatihi. Allohning eshitishlik va ko'rishlik, Allohning hayot sifatiga, ya'ni Allohning tirik sifatiga aql va naql dalillarni aytdilar. Ya'ni aql ham Allohning tirik zot ekanligiga dalil bo'ladi va sam' va bizga shariat ham shu narsani keltiradi, Allohning hayot zot ekanligi. Lanhu bada bi zikri sani'i va atba'ahu bi zikri san'i bi qawlihi ja'ala lakum. Chunki Alloh taolo avvalda Allohllazi ja'ala lakum deb boshladimi? Mana shunda Allohning soni', yaratuvchi, yasovchi zot ekanligini bildirdi va unga yaratadigan narsani ham Alloh taolo zikr qildi. Bi qawlihi ja'ala lakum, ya'ni sizlar uchun yaratdi dedi. Summa zakaral masnu'a bi qawlihi al-arda. Keyin Alloh taolo yaratilgan narsani zikr qildida, yerni sizlarga qilib berdi, qaror dedi. Qaror topadigan qilib berdi deb Alloh yerni, ya'ni masnu, mahluq narsani Alloh taolo bayon qildi. Summa zakara dalalatul masnu'iyyati bi qawlihi qararan. Keyin yaratilishlikning maqsadini Alloh taolo bizga zikr qildi, yerni sizga qaror qilib berdik deb. Demak, yer bizga qarorgoh bo'ldi. Ajalaha ma saatiha va izamiha ala hayatin tuqiruna alayha. Ya'ni Alloh taolo bizga yerni o'zining kengligi bilan va o'zining kattaligi bilan birga bir hay'atda, bir ko'rinishda berdiki, biz unda qaror topa olardik va biz unda taftarishunaha iftirosh qilib, xohlaganimizcha yotar edik, xohlasak yurar edik, va ta'ishuna an fiha va unda biz yashab turar edik. Alloh bizga shunchalik yerni katta bo'lishiga qaramasdan mana shunday qilib berdi. Fahiya muzallalatun. Yer xokisordir. Bizga bo'ysunib turadi. Biz qanchalik yerni og'daraylik, haydaylik, biz bilan jang qilmaydi. La tarfa an nafsiha. Yer o'zidan itarib tushirib tashlamaydi bizni.
Va shaqqal anhar, Alloh anhorlarni yorib chiqarib berdi. Fiha va ambata anwa'at thimar, unda har xil mevalarni Alloh taolo navlarini o'stirib berdi. Summa qala was samaa binaa, keyin Alloh taolo osmonni bino qilib berdik dedi. Ay saqfan mahfuzan qoiman fil havo bila amadin wala alaqatin. Alloh taolo havoda qoyim turgan, saqlanib turgan, shift qilib berdi bizga osmonni. Biron bir ustunsiz edi osmon va biron bir aloqasi yo'q edi. Yer bilan osib qo'ygan joyi yo'q edi. Shift aslida uyni shifti desak, uy shiftni ko'tarib turadi. Yer osmonni ko'tarib turmadi. Biron bir ustunsiz ham va biron bir aloqasiz ham ko'tarib turmadi. Summa qala huval hayyul ladzi la ilaha illahu. Keyin Alloh aytdiki, u zot tirikdir. U zotdan boshqa iloh yo'qdir dedi, Allohdan boshqa. Allamahum istidlala bil anna al-fi'l al-muhkam la ya'ti illa min hayyin qodirin alimin. Alloh uni bandalariga bildirdiki, dalilni mustahkam ish bo'lsa, u qodir zot, tirik, qodir, olim zot tomondangina keladi deb bildirdi bizga. Misol bir kemani olaylik. Kema dengizda suzib yuradi. Qanchalik dengizda suzmasin, qanchalik to'polonlar bo'lmasin dengizda, havoning o'zgarishi bilan kema cho'kmasdan yetib boradi manziliga. Bu ham Alloh taoloning mo'jizalaridan aslida. Lekin kemani yaratuvchisi bor, yasovchisi bor. Kema o'z-o'zidan shamol bo'lib dengizda kema yasalib qolmaydi. Taxtalar har tomondan uchib kelib bir-biriga birlashib kema bo'lib qolmaydi. Kemani aqllik, kuchaytiradigan, kema yasashga tirik kishilar tomonidan yaratadi. Demak, biz butun koinotni olaylik. Qanday qilib Alloh butun bir koinotni kuchaytmasin yaratishga, qanday qilib olim bo'lmasin buni tadbir qilib turishlikka, qanday bo'lib Alloh tirik bo'lmasin doim kuzatib turishlikka, bu aqldan ham uzoqdir. Agar shunday bo'ladi deyilsa, kema bir shamol bo'lib har bir mixlarini yo temir yog'ochlarni olib kelib bitta kema yasab qo'yibdi deyishik, bu aqlga to'g'ri kelmaydi. Qanday qilib butun koinotni boshqarib turishlik Allohsiz aqlga to'g'ri keladi. Wa anna man yansibu misla hadhihi al-mas'u'ati ila ma laysa bihayyin yakunu majnunan kharijan an idadil uqala. Kimki agar mana shunchalik yaratilgan narsalarni koinotga qarang. Bu bizni yerga qarasak, odamni o'ziga qarasak ham odamning mo'jiza ekanligini bilamiz. Koinotga qarang. Birinchi osmonda bizni aqlimiz suzib yuradi. Bilmaydi birinchi osmonni qanchalik keng ekanligini. Shuncha katta sanoatlar agar tirik zot tomonidan bo'lmasa, u aqllilarning huzurida ham bu majnun ekan, jinni ekan bu. Bu aql doirasidan tashqarida gaplarni gapiryapti deb aytiladimi? Aytiladi. Va kama yastadillu bil fi'l al muhkam ala kawnihi qadiran yastadillu bihi ala kawnihi hayyan. Kimki endi bu mustahkam ish bir qodir zot tomonidan bo'lishiga dalil bo'ldimi? Demak, bu dalil bo'ladiki, u zotning tirik zot ekanligiga dalil bo'ladi. Butun koinotni yaratib turgan, kuchaytirib turgan zot tirik ekanligiga dalolat qiladi. Idil hayatu shartun li subutil qudrati. Chunki hayot qudratni sobit ekanligiga shartdir. Demak, Alloh nihoyatda kuchi bor ekanligi Allohning tirik zot ekanligiga dalildir. Summa zakarul farqa bayna hayatihi ta'ala va hayati g'ayrihi. Keyin Allohning hayoti bilan Allohdan boshqalarning hayotini o'rtasidagi farqni zikr qildilar. G'aznaviy rahmatullohi alayhi faqala aytlarki, "Va fi qolihi huval hayyu", ya'ni Imom Tahoviy u tirik zotdir Allohni deganda, ishoratun ila annahu huval hayyul mutlaqul ladzi hayatuhu bi zotihi. Allohning tirik zot ekanligiga, mutlaq tirik zot ekanligiga ishora bo'ldi. Allohning mutlaq tirik zoti o'zining zoti bilan, hayoti zoti bilan ekanligiga ishora bo'ldi. Va ila anna hayata g'ayrihi aridatun mustafadatun min faydihi. Va Allohdan boshqalarning hayoti esa u kelib ketuvchidir.
Allohning fayzidan foyda olib turib kelib ketuvchidir. Alloh taolo bir kishiga tiriklikni berdi. Allohning hay sifatidan madad olib turadi. Qachonki Alloh taolo o'zining hay sifatidan unga tiriklikka madad bermasa, u o'ladi. Bir odamning o'lishiga Alloh madadini to'xtatdi degani. Alloh bir kishiga madad berib qo'ysa, uni to'xtatsa Alloh taolo zolim deyilmaydi. Har bir odam o'zini fayzini, ya'ni barakotini bir kishiga berib turgan bo'lsa, bermay qo'ysa, u odam zolim deyilmaydi. Adolatli kishi deyiladi. Agar fayz barakotini berib tursa, bu odam yaxshi odam ekan deyiladi. Alloh bandalariga yaratib qo'ygan narsalardan, ya'ni yurakni, hayoti va shunga o'xshashlarning hayotini bermay qo'ysa, bu odam vafot etadi. Fahum ahya'u bi hayatin hiya min ghayrihim. Odamlar esa, ya'ni butun Allohdan boshqa borliqdagi hayotlar, hayot tirik kishilar, ular fahiya min ghayrihim. Fahum ahya'u bi hayatin, bir hayot bilan tirikdirlar. Hiya min ghayrihim, o'zlaridan boshqadan bo'lgan hayot bilan, ya'ni Allohdan bo'lgan hayot bilan tirikdir ular. Alloh madad berib turadi. Falizalika yahillu fihimul mautu bi afatin. Shuning uchun ularga o'lim bir ofat sababli tushadi. Ya'ni bir ofat keladi, odamlar o'ladi. Fama hayatuhu bi annahu yastahilu an yahillahu al-mautu. Ammo Allohning hayoti esa o'lim unga tushishligi maholdir. Hech qanday o'lim Allohga tushmaydi, yetmaydi. Balki Allohning o'zi o'limni yaratdi, bandalariga tushirib beradigan qildi. Idil vojibu bizatihi azaliyun la yasul. Chunki vojib zot, ya'ni Alloh o'z zoti bilan vojib bo'lgan zot azalidir, zoil bo'lib ketmaydi. Zoil bo'ladigan bo'lsa, u iloh bo'lmaydi. Alloh bo'lmaydi u. Valahil isharatu bi qawli subhanahu va taala. Mana shunga Allohning gapi bilan ishora bo'ldiki, astagfirullah, va tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. O'lmaydigan tirik zotgagina suyaning dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Suyaning kimga? O'lmaydigan zotga suyaning. Ay abadan, abadiy o'lmaydigan zot. Iz man sabada qitamuhu istahala adamuhu. Chunki kimning qadim zot ekanligi sobit bo'lsa, uni yo'q bo'lishligi mahol bo'ladi. Chunki qadimdan bor bo'ldimi Alloh, uni yo'q bo'lishligi ham maholdir u. Wan qoli Tahovining gapidan la yanam, ya'ni Alloh uxlamaydi degani, G'aznaviy aytlarki, va qolhu la yanam nafyun lin-nawmi was-sinati was-sahwi wal-ghaflati anhu. Allohdan uyquni, mudrashni, esdan chiqishlikni va Allohning g'aflat ushlashlikni inkor qilishlikdir Allohdan. Alloh hech qachon uxlamaydi ham, mudramaydi ham, esdan ham chiqarmaydi, g'aflat ham olmaydi Allohni. Idin-nawmu fatratun tataril inson. Chunki uyqu insonni o'rab oladigan bir zamondir. Fatamnahu an istimalil hawasi wal jawarih, insonni hissiyotidan va javorih a'zolarini ishlatishdan man qiladi. Odam uxladimi, bo'ldi, hissiyotlari to'xtaydi. A'zolari to'xtaydi. Amal qila olmaydi. Vallohu munazzihun an zalik. Alloh taolo bu narsalardan pokdir. Ya'ni Alloh taolo uxlaymaydi ham, mudramaydi ham. Walanna nafya nawmi min luzumi kawnihi qayyuman. Chunki uyquni inkor qilishlik, ya'ni uyqu bo'lmaydi Allohda deyishlik, qayyum, boshqalarni boshqarib turishlik sifatini lozim tutishlikdir. Ya'ni Alloh taolo boshqalarni boshqarib turadi deyilsa, u Alloh uxlamaydi degani. Rivoyat qilinadiki, Musa alayhisalom, "Ey Parvardigor, sen uxlab dam olmaysanmi?" dedi. Alloh taolo ikkita shishani qo'liga ko'tarib qo'yadi-da, turib tur dedi. Musa alayhisalom turib uyqu keladi-da, mudrab, uxlab qo'ldan tushib ketadi shisha. Sinadi. Alloh taolo aytadiki, "Nima bo'ldi?" dedi. "Shisha sindi" dedi Musa alayhisalom. "Agar men uxlasam, koinot bir-biriga urilib ketadi mana shunday" dedi. Lana jamal ashya'i huwa qoyim biha. Chunki hamma narsalar Allohning qoyyum sifati bilan qoyim bo'lib turadi. Falaw yatarihin nawmu lan fasada nizomul olam. Agar uyqu Allohni urasa, ya'ni Alloh uxlab qolsa, olam nizomi buzilib ketadi. Qala Alloh taala astagfirullah, innalloha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakuhuma min ahadin min ba'di.
Albatta Alloh taolo osmonlar va yerni ushlab turuvchidir, zoil bo'lib ketishligidan. Alloh tutib turadi ularni. Wala in zalata, agar bu ikkalasi yer va osmon tutilib yo'q bo'lib, zoil bo'lib ketsa, u ikkalasini Allohdan keyin kim ushlay oladi? Kim tartiblab tura oladi dedi Alloh. Fotir surasining 41-oyatida. Falizalika qaronul qayyuma biqawlihi la yanam. Shuning uchun Imom Tahoviy rahmatullohi alayh qayyum sifatini, Alloh boshqalar narsalarni boshqarib turadi degan sifatni la yanam, uxlamaydi degan sifatiga bog'lab keltirdi. Va qolal G'udaymi aytadiki, Hanafiy ulamolardan bu kishi ham la yanam ay la ya'khuzuhu ma ya'khuzul hayvonati min afatin nawm. Alloh uxlamaydi, ya'ni Allohni boshqa hayvonlarni uxlash ofati ushlagandek ushlamaydi. Uyqu yarim o'lim, ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyqu kichik o'lim dedilar. Odam uxlaydi, go'yoki o'lgandek bo'ladi. Kichik o'lim. Va hiya holatun turidu lil hayvani min istirxa'i a'sabi ad-dimaghi min rutubati al-abkharati al-mutasa'idati bihaythu taqifu al-mashaa'ir az-zahiratu an al-ihsasi ra'siyan. Bu uxlash degani hayvonlar uchun, ya'ni tirik zotlar uchun, ya'ni tirik kishilar uchun dimoq, ya'ni bosh miyasini asablarini erkin qo'yib yuborishlidir. Va bu zohiriy sezishlik to'xtab qoladi. His sezishlikdan boshdanoq zohiriy sezishliklar to'xtab qoladigan o'rinda ko'tarilib boradigan namlikdir. Avxura, ya'ni bo'g'lik namlikdir. Ya'ni odam uxladimi, dimoq paylari ishlamay qoladi, rohatlanib qoladi, bo'shashib qo'yib yuboradi har bir narsani. Qola Said aytdiki, vallohu taala munazzihun an zalik, Alloh bu narsadan pokdir. Iz man yatarihi zalika g'ayru tamil hayati. Chunki kimni agar uyqu o'rab olsa, u hayoti to'la emas ekan uni. Ya'ni insonlarning hayoti to'liq, komil hayot deyilmaydi. Allohning hayoti to'liq, komil hayot deyiladi, uyqu o'ramaganligi uchun. Naqidul hifzi val qayyum, saqlashligi noqisdir va boshqalarni boshqarib turishligi ham noqisdir deyiladi. Agar uyqu odamni ushlasa, kimni bo'lsa ham uyqu ushlasa. Fakayfa wa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Qanday qilib Allohni bu uyquli ushlasin? U zot tirik, boshqalarni boshqarib turuvchi zotdir. U zotni mudrashlik ham, uyqu ham ushlamaydi deb bizga bayon qildirlar. Biz mana shu joyda bugungi bahsimizga yakun yasaymiz. Inshaalloh keyingi bahsimizda xomisan tahlil va naqd 5-bo'lim, ya'ni bu narsalarni tahlil qilib chiqishlik va tanqid qilishlik bobidan to'xtatamiz. Va sallallohu ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.